Yanvar oyi xavfsiz xonadon oyligi deb e'lon qilingan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan kompleks dasturlar aholini yong'inlarning oldini olish, is gazidan zaharlanish va boshqa xavfli vaziyatlar bo'yicha xabardorligini oshirishga qaratilgan. Oylik doirasida alohida e'tibor qaratilayotgan yo'nalishlar haqida Favqulodda vaziyatlar vazirligi eksperti batafsil ma'lumot beradi. Ma'lumki, qish mavsumida havoning sovishi aholi punktlarida, korxona va tashkilotlarda yong'in xavfining oshishiga sabab bo'ladi. Shu bois, yong'in xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan tadbirlarni yanada kuchaytirish, shuningdek, havo gaz aralashmasining chaqnashi va is gazidan zaharlanish hodisalarini oldini olish maqsadida yurtimizda shu yilning 1-yanvaridan 31-yanvar kuniga qadar xavfsiz xonadon oyligi o'tkazilmoqda. Oylik davrida birinchi galda aholi yashash uy joylarining yong'in xavfsizligini ta'minlash, talabalar yotoqxonalari va turar joylarida profilaktik tadbirlarni kuchaytirish, tunda odamlar qoladigan obyektlar hamda qurilish maydonlarida yong'in xavfsizligini ta'minlash va profilaktik tadbirlar samaradorligini oshirish, yong'in, is gazi, havo va gaz aralashmasining chaqnashidan muhofazalanish bo'yicha aholi o'rtasida xavfsizlik madaniyatini shakllantirish kabi muhim masalalar asosiy yo'nalishlar etib belgilangan. Fursatdan foydalanib fuqarolarimizdan xonadoningizdagi elektr, gaz va issiqlik ta'minoti qurilmalarini doimiy nazorat qilib borishingizni va ulardan foydalanishda yong'in xavfsizlik talablariga qat'iy rioya etishingizni, korxona va tashkilot rahbarlaridan favqulodda vaziyatlar organlarining tavsiyanoma yoki yozma ko'rsatmalarida yong'inga qarshi tadbirlarni o'z vaqtida bajarishingizni so'rab qolamiz.